Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana Qurbon hayit yaqin. Qurbon hayitga qurbonlik qilaman kattaroq boqadigan akalarimga. Inshaalloh mana kattasini men topib qo'ydim. Gibrid bo'janlar. Bozorga chiqib bo'q qilib yurmayman. Tayyor olaman xonadondan degan akalarim bo'ladi, niyat qilgan. Pokiza boqilgan. Yeb icharizor, hamma yog'i sog'lom. 2 yashardan tepa bu buqa. Qurbonlikka yaraydi inshaalloh mana. Niyat qilgan akalarimga. Yovvosh, pokiza boqilgan aka, qaynatilgan bug'doy, arpalar yegan bu buqa. Narxiga kelsak, narxini ayting. narxi 70 million, kami bor, aniq. Dollar, pullar 100 million unaqa demaymiz. Xayri bor, savdo sunnat, so'rayverasizlar, kelishtiradigan joyi bor. Buqani o'zi ham juda baquvvat ekan. Buqalarini olib qo'ying. O'zim mamaqim buqalari. Kelaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib beradilar. Pastiga nomerlarga qilsanglar, amaqim o'zlari oladilar telefonni. Gaplashasizlar. 70 million kami bor. Kimdir kattaroq so'yaman, kimdir kichikroq so'yaman deganlarga kichkina variantlarimiz ham bor, tog'alarim. Mana Kichkinalari ham bor. ha, kelishtirib beramiz. Savdo sunnat. Manzil Toshkent tumani Ko'ktere. Aloqaga chiqasizlar. Husanboy profildan olib keldim desanglar, skidkalar bor. O'zim bomba qilib bitirib beraman ishlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.